Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabbirlarga qiyomat kunida bir qattiq va'idlar bo'ladi. Nasl nasabi, mol dunyosi, qabilasi, quvvati, amali bilan faxrlangan kishilarga qiyomat kunida shunday bir xunuk bir holatlar ro'baro bo'ladi. Ular kimlarga takabburlik qilishadi? Kimlarni mensimasdan kimlarga kibr qiladi? Albatta o'zidan kambag'al, zaif, nochor kishilarga kibr qilinadi. Xizmatchilarga yoki o'zidan quyiroq bo'lgan kishilarga nisbatan kibr qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mutakabbirlarni qiyomat kunidagi holini bayon qilib aytadilarki, mutakabbirlar u kunda odam suratida, lekin chumolidek kichkina bo'lib turiladilar. Ularni har tomondan xorlik qoplab keladi. Ya'ni odamlarda ustida kibr qildimi, demak odamlardan ham xuddi mana shu xorlikni ko'radilar. Chunki al-iqobu min jinsil amal deyiladi. Jazo ana shu qilingan gunohning o'zining jinsidan bo'ladi. Nima uchun inson kibr qiladi? Nima uchun kibr qiladi? Kibr qilishga nima haqqi bor? Chunki asli nutfi edi, najosat edi. Qorni to'ldirib najosat bo'lib yashaydi. O'lgandan keyin qabri to'ldirib najosat bo'ladi. Agar kibr qilishlik mumkin bo'lganida iblis haqliroq edi, olovdan yaralgan edi. Lekin kibr faqat Alloh taologa xos bo'lgan sifat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadislarda 3 toifaga Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Ularga gapirmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Birinchisi yolg'onligini bilib turib, matohini bilib sotish uchun Alloh nomiga qasam ichgan kishi. Menga foyda qolmayapti. Bizning yurtlarda vallohi Allohga qasam degan so'z ko'p ishlatilmaydi. Mana arab o'lkalarida ko'rsangiz, vallohi deganga qayki gapini birda qo'shiladi. Allohga qasam. Ya'ni mana shu Allohga qasam deyishlik bilan o'zini gapini rost ekanligini isbotlash uchun gapiriladi. Endi shunday odamki, Allohga qasam dedi, 20 dinorga oldim deydi. O'zi 10 dinorga olgan bo'ladi. Allohga qasam, iziga beryapman deydi. Bizda Allohga qasam degan so'zni o'zi yo'q, lekin bu yog'i bor. Iziga beryapman deydi. Kim ishonadi unga? Sen iziga beryapman deganligi uchun olmaydi u. Alloh bugun nasib qilgani uchun oladi. To'g'risini aytgan kelmasa, indamay tur. Indamay tur, aka narxi moncha, to'g'ri kelsa olingda. Alloh nasib qilgan bo'lsa olib ketadi. Demak, yolg'onligini bilib turib, matohini sotish uchun yolg'on qasam ichgan kishi qiyomat kunida Alloh taolaning rahmatidan uzoqda bo'ladi. Ikkinchisi, bir musulmonning molini olish uchun asr namozidan keyin yolg'on guvohlikka qasam ichgan kishi. Ya'ni asr vaqtidan keyin qaysi vaqtda bo'lishidan qat'iy nazar, bir musulmonning haqqini olishlik uchun, birovni haqqiga tajovuz qilish uchun yolg'on qasam ichadi. Men ko'rdim deydi. Shu odam bizni oldi deydi. Yolg'on guvohlikka o'tishlik. Uchinchi, o'zida oshiqcha suvi bo'lib turib, boshqalardan qizg'angan kishiga ham Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Chunki bu suv uni qo'lini mehnati bilan topilgan narsa emas edi. O'zida oshiqchasi bo'lib turib, odamlar suvga muhtoj bo'lganligini ko'rib turib, ertaga o'zimga kerak bo'lar, inniga kerak bor deb turib, odamlarga ilmlayotgan kishi. Alloh taolo qiyomat kunida unga qo'ling mehnati bilan topmagan narsangni boshqalardan man qilganingdek, bugun men ham sendan o'zimning fazlimni man qilaman deydi. Oshiqchami? Kerak bo'lmayaptimi? Muhtoj bo'lib turibdim, biroq berishlik kerak bo'ladi. Bu mashaqqatli kunda mu'minlardan boshqa hamma mashaqqatda bo'ladi. Bu baloni ko'rmaydigan, bu kunni issig'ini sezmaydigan, tamomiy xotirjamlik va omonlikda soya qalqinda bo'ladigan, Alloh taoloning arshini soyasida turadigan 7 xil odamni payg'ambarimiz sanab o'tdilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat kuni hech qanday soya bo'lmaydi. Faqat Allohning arshini bir soyasidan mahshargohga tushib turganligi bor. Mana shu joyda odamlarning 7 xil toifasi Allohning arshini soyasida turadi. Birinchisi odil imom. Agar imom, boshliq, rahbar zulm qilsa, bu kishiga Allohdan va'id bo'lsin. Agar odil bo'lsa, agar adolat bilan hukm yurgizsa, mana shu 7 ta toifa odamning birinchisi deb zikr qilinyapti. Yolg'on gapirishga foshxoda nima majbur qiladi? Uni ustida hech kim yo'q. U faqat Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmasligi kerak. Agar ra'iyatga xiyonat qilsa, haqqini yeydigan bo'lsa, qiyomatda birinchilardan bo'lib do'zaxga uloqtiradi. Ikkinchi, Alloh taolaning ibodatida ulg'aygan yigit. Ya'ni yoshligidan ibodatda, ma'siyatdan uzoq,
Agar shu yigit ibodatdagi holi bilan ulg'aysa, hech kim begunoh emas, gunohi bor, lekin yoshligidan ibodat bilan ovora bo'lgan. Umumiy holati salohiyat, masjid, Qur'on, dars, taqvo, ko'zni tiygan, tilni tiygan, yoshligidan o'zini ehtiyot qilgan. Mana shunday yoshligidan ibodatda ulg'aygan yigit Alloh taoloning arshining soyasida turadi. Yigit deb aytganmiz, 40 yasharda, pasi arab tilida shab, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar o'tiribdi ko'proq. Qaraganda xohlaymizmi, xohlamaymizni masjidga yurishimiz kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizni gunohlardan tiyilib qolamiz. Endi u payt qilgan ibodat bilan hamma gunohni qilish imkoniyati bo'lib turib tiyilgan odamlar ibodat hargiz barobar bo'lmaydi. Uchinchi, Allohning arshining ostida turadigan kishi qalbini masjidga bog'lagan kishi. Namoz vaqti kirib kelmasdan yurib keladi. Namozni tugatiblar, keyingi namozni qo'llashni boshlaydi. Takbir aytishni mo'ljallab kelmaydi. Namoz o'qib bo'lishga yurib chiqib ketmaydi. Savdogarlar bo'lsa, mana ko'p kuzatamiz. Hech qancha vaqt ketmaydi ana shu tasbih tahlilga. Lekin shoshganicha chiqib ketadi. Birodalar, esimizdan chiqmasin. Mana shu namozdan keyin aytilgan tasbih tahlillar payg'ambarimizdan sahih hadislar bilan vorid bo'lgan. Oyatul kursi, o'z tushmadan tasbih tahlilini aytishlik, bular hammasi payg'ambarimizning sunnat bo'ladi. Qalbini masjidga bog'lagan kishi masjid bilan doim bir aloqada bo'lgan kishi. To'rtinchisi, Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan ikki kishi ham Allohning arshining soyasida turadi. Bu ikkovi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'radi, Alloh uchun o'tiradi, Alloh uchun gaplashadi, ajralib ketishi ham Alloh uchun bo'ladi. Ya'ni bu ikkovining o'rtasini Allohning muhabbati biriktiradi xolos. Endi biz qaraylik atrofimizga. Atrofimizdagi odamlar nima sababdan bizning yonimizda ular? Jo'ra bo'lganligi uchun, mahalla bo'lganligi uchun, sinfdosh ulfat bo'lganligi uchun. Ya'ni o'sha osh yegani ular bilan cho'ntagingizda pulingiz qolmasa, ajrashib ketaverasiz. Pulingiz bo'lsa, yig'ilib qolaverasiz. Demak, osh uchun yig'ilmayapti bu odamlar. Endi bu ikki kishiki Alloh uchun topishgan, do'st bo'lgan. O'tirsa Allohni eslaydi bir-biri bilan. Ajraganda ham bir-biriga Allohni vasiyat qiladi. Agar bitta shunaqa ulfatimiz, shunaqa bir birodarimiz bo'lsa, hayot haqiqatan yashashga arziydi. Chunki bu pulingiz bo'lmasa ham birodar, bo'lsa ham birodar. Sog' bo'lsangiz ham birodar, yo'q bo'lsangiz ham birodar. Beshinchisi, nasl nasabli, go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini zinodan tiygan yigit yoki kishi. Bu juda ham og'ir fitna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men sizlarga o'zimdan keyin ayollarning fitnasidan ko'ra kattaroq fitna tashlab ketmayapman degan. Xususan hozirgi zamonda ko'ryapsiz, keyingachalarda. Zino qilinsa, uni jazosi ham xuddi shu zino. Ya'ni shu aloqa qilib qo'yganiga uylanib qo'ysa, jazodan qutulib ketaveradi. Mana ko'cha-ko'yda yurganimizda bizga zino imtihoni yo'q. Mana masjidda o'tiribmiz, oilamizda o'tiribmiz, zino imtihoni yo'q. Zino imtihoni qachon bo'ladi? Zino qilishga hamma sharoit bor. Zino qilinishga chaqirib turgan ayol ham bor. Hamma imkoniyat bor, faqat sizdan rozilik talab qilinyapti xolos. Hech kim ko'rmayapti. Sizdan faqat ha degan so'z chiqishligiga zino bo'ladi. Shu holatda inson o'zini tiyib qolsa, shunda zino degan imtihonni o'tdi degan. Bu haqiqatan qiyin bo'lgan ish. Zinodan o'zini tiyishlikda mu'minlarga ustoz bo'ladigan kishi bu Yusuf alayhissalom. Qo'lida hamma eshiklarni yopib, zinoda hamma shartini muhayyo qilib, kel deganida Allohdan qo'rqaman degan. Keyingi 6-kishi o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirgan kishi. Ya'ni odatda o'zi pulni ikki qo'lda sanaydi. Ya'ni shunday bir ehsonni maxfiy qiladiki, chop qo'liga ham bildirgisi kelmaydi. Alhamdulillah shunday bir avlod tarbiya topyapmiz deb umid qilamiz. Atini aytmasa ham berib qo'yayotganlar bo'lyapti masjidga. Familiyasini aytganlar ham bo'lgan bir paytlar. Palonchi 50 so'm, to'kinchi 200 so'm, palonchi anaqa qoziq, to'kinchi mana bir abdasta ati aytilgan paytlar bo'lgan. Alhamdulillah hozir mana tarbiya topayotgan yoshlar, Alloh bir davom etsin shu tarbiyani. Indamay tashlab ketyapti sondig'iga. Yoki bir yetim yesirga borib muruvvat qilsa familiyasini ayttirmayapti radio usuldan. Yoki televizorga chiqib turib ko'z qilyapti o'zini qilayotgan ishligi. Chunki bu shunaqa odamki, qilgan, ya'ni imkoniyatimiz bor birodarlar bizga. Va albatta masjid solib qo'yishlik shart emas. Shu to'pdan onda olib kirgizib yorib turib inson indamay qo'ydimi? Hech kim bilmay qoldimi? Umid qilaversin. Chunki o'ng qo'li berganini chop qo'lga bildirmagan kishi Allohning taxtining soyasida turadi deydi. Kimning qo'lidan kelmaydi, aytaylar tushunirsiz. 7-chi, bu xoli qolib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh oqizgan kishi.
O'zimizdan so'raylik-da. Bir marta. Tushunyapsiz hamma. Ko'zimdan yosh oqqanmi Allohdan qo'rqqanimda? Yo otam o'lib, enam o'lganda yig'laganman, keyin yig'lamaganman. Mana Qadr kechasining fazilatlari haqida gapiriladi. Qadr kechasi kuni Allohning bir bandasi agar uni qalbiga bir farishtaning qo'li shunday kelib tekkanda, yana ko'zidan yosh oqadi deyiladi. Ya'ni qalbi yumshadi, farishtaning qo'liga qalbiga tekkandan keyin qo'li bilan shunda ko'zga yosh keladi deydi. Endi eslaylik-da, Allohdan qo'rqib qachon yig'ladik? Qachon yig'ladik Allohning azamatini, qudratini o'ylab fikr qilganimizda? Qachon ichimizda ezilib turib, Alloh o'zini tanib qo'yganligini eslab, Alloh eng katta ne'matini berganligini eslab, ko'zimizga yosh kelganmi? Agar kelgan bo'lsa, umid qilaylik, birodarlar. Payg'ambarimizning sahih hadislarida keladi. Kimi ko'zidan pashalik yoki pashani boshchalik yosh oqib chiqsa, Alloh bu ko'zni jahannamga harom qiladi degan. Mo'minlar omonlik, xotirjamlikda bo'ladi. Biz qiyomat kuni hisob-kitobgacha bo'lgan insonlar ahvoli haqida gaplashyapmiz. Kofirlar esa mana shu balo, mehnat, mashaqqatda turadi, lekin hech narsa sodir bo'la olmaydi. Odamlar teriga botgan, odamlar quyoshda qorayib kuyayotgan, o'lib ham qolmaydi, tirik emas. Uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan kunda na o'lik, na tirik. Hatto odamlar qiynalib ketganligidan aytishadiki kofirlar, do'zaxga hukm qilsa ham tez-tez hal qila olmaydimi? Qiynalib ketdi deyish bor edi. Shunda bir toifa kishilar harakatlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men qiyomat kuni odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgisi va oxirgisini bir yerga jamlaydi. Ularni ko'ruvchi ko'radi, eshituvchi eshitadi. Quyosh ularga yaqin qilinadi. Odamlar o'zlari ko'tara olmaydigan g'am, mehnat, mashaqqatga qoladilar. Odamlar bir-birlariga ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan kishini izlamaysizlarmi? Ularni ba'zilari otamiz Odam oldiga boraydi deydi. Ular ko'payishib Odam alayhisalom oldiga borishadi. Endi odamlar shafoat istashyapti. Ular odamning oldiga borib, unga siz bashariyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'zi qo'li bilan yaratdi. O'zini ruhidan sizga puflab kirgizdi. Farishtalarni sajda qilishga buyurdi. Jannatga kirgizdi. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Parvardigoringizning oldida bizga shafoat qilmaysizmi deb so'rashadi. Odam alayhisalom ularga bu Alloh taolo bundan avval ham, bundan keyin ham hech qahri, g'azabi kelmaganchalik g'azab bilan g'azablangan bugun. Alloh meni daraxtdan uzoq bo'lishimga buyurdi. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Nuhga boringlar dedi. Bir marta gunoh qilgan Odam alayhisalom. O'sha man qilingan mevani yeb qo'ygan. Shu otamiz Odam o'zim mendan nari bo'linglar. Nuhga boringlar dedi. Odamlar mana shunday qiyin ahvolda Nuh alayhisalomga oldiga borib, siz rasullarning eng birinchisiz. Sizni Alloh taolo shokir banda deb maqtagan, Robbingizning oldida bizni shafoat qilmaysizmi dedi. Nuh aytadi: "Men o'g'limni saqlasin deb Alloh taologa nido qilib unga osiy bo'ldim. Parvardigor, o'g'lim cho'kib ketdi, oilamni saqlab beraman degan eding, o'g'lim meni oilamdan degan edi. Innahu laysa min ahlik. U seni oilangdan emas dedi. Men Allohga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Ibrohimga boringlar dedi. Ibrohim alayhisalom oldiga keladilar. Siz Alloh taoloning nabiysi, uning yerdagi xalilisiz. Uni maqtaydilar. Ibrohim aytadi: "Men hayotimda 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni nafsim. Sizlar Musoga boringlar." Ibrohim alayhisalom 3 ta yolg'oni nima edi? Butlarni sindirib, kattasi sindirdi deb yolg'on gapirildi. Yulduzlarga ibodat qilgan chiqib ketishayotganida qavm, men kasalman deb qo'ygan edi yolg'oni. Hamda Sora onamizni singlim deb qo'ygan edi. Askarlar so'ragan edi. Bu uchala gapirgan gapini ta'vili bor edi. Lekin mana shu yolg'onni gapirib qo'yib, Allohdan qo'rqyapti Ibrohim Halilulloh. Endi hozirgi zamonda yolg'onni kasb qilgan odamlarni holini bir ko'rib qo'yaylik. Qo'rqmay yolg'on gapiradi. Foyda qolmayapti deydi. Taniga beryapman deydi. Prosta pulni bo'shatish uchun. Xuddi ro'parasida turgan odam ahmoq, bu ahmoqni oldi ekanga o'xshaydi. Yolg'onga ehtiyot bo'laylik. Savdogarlar tili bilan harom qiladi pulini.
Zo'r yo'li kamroq gapiraylik savdogarlar. Aka monancha so'm narxi, to'g'ri kelsa oling. Biz ham tirishlik, bola chaqa va hokazo. O'sha bitta yolg'onda o'rniga 10 ta boshqa so'z bor. Lekin yolg'on gapirsa jonimiz orom oladigan bo'lib ketganda. Yo pochon qilmadim dedi, izboriy qana kelsa. Men kulgim keladi-da, men bir paytlar savdo qilganman bozor tushib. Baribir berasan. Baribir ikkinchi matalan kelganda berasan, berib qo'yaversamanda. Pochon qilmasa nima bo'ldi? Yo'q, savdo yurishmay qoladi-da yoki pul olib. Alhamdulillah bu bidiyatlar sekin-sekin yo'qolib ketyapti birodarlar. Ular Musoning oldiga borib, "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati va kalomi bilan afzal qildi." Muso rad qilib, "Men bir nafsni o'ldirib qo'yganman. O'zimni nafsim. Sizlar inson oldiga boringlar." Ular inson oldiga borishadi. Siz Alloh taoloning rasulisiz. Maryamga bergan kalimasi va undan bo'lgan pokiza ruhsiz. Odamlarga beshikda turib gapirgansiz. Robbingizni oldida bizni shafaat qiling deydi. Ya'ni ulul azm minar rusul bo'lgan eng buyuk 5 ta payg'ambarning oldiga boryapti bular. Iso ularga rad javobini beradi, lekin biror bir gunoh qilganligini aytmaydi. Iso ularga mendan boshqani oldiga boringlar. Muhammadning oldiga boringlar. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qoldi. Ular payg'ambarimiz alayhisalomga kelib, siz Alloh taoloning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh taolo sizning avvalgi oxirgi gunohlaringizni kechirgan. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Robbingizni oldida bizni shafaat qiling dedilar. Rasululloh anazak, men qilaman shuni dedi. Men shafaat qilaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, men arshning oldiga boraman. Robbimga sajda qilaman. Shunday sajda qilamanki, mendan avval ham keyin ham bunday sajda qilgan hech kim bo'lmaydi. Shunda Alloh taolo menga avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husn sifatlarini ochadi. Alloh taoloning uzoq vaqt uzotga mana go'zal ism sifatlarini maqtab Allohga Alloh xohlagan muddatcha sajda qilib turadi. Faqat hamd aytadi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, ijobat qilinadi, shafaat qiling, qabul qilinadi" deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim" deydi. O avvalgi payg'ambarlar nima dedi? O'zimni jonim deb turibdi. Biz nimaga Rasulullohni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak? Chunki payg'ambarimiz hech kim bizni o'ylamaganda Rasululloh o'ylaydi. Otamiz, onamiz o'layotganda o'zini jonini aytib o'ladi. Tirilganda faqat o'zini jonini aytadi. Ro'parasida jahannam bo'lganda hammasini fido qilib Parvardigor, meni qutqarsang bo'ldi deb jonini o'ylaganda bitta payg'ambarimiz alayhisalom jonimizga oro kiradi. Ummatim deydi. Jannatning o'ng tomonidagi eshigidan ummatingning hisob-kitob qilinmaydigan 70 mingtasini olib kirib keting deydi Alloh taolo. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga behisob kiradi deganlar. Shunda Ukkosh ibn Muhsin roziyallohu shart turdi, "Ya Rasululloh, duo qiling, o'shalardan bittasi men bo'lay" dedi. Vaqtida ushlab qoldi. Siz o'shalardansiz. Ikkinchisi turdi, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham o'shalardan bo'lay" dedi. Bu sizdan o'zib ketdi dedi. Shu hadisning sharhida kimlar 70 mingta deganda sifatlari keladi. O'zini kuydirmaganlar, polashtirmaganlar, yulduzga qaramaganlar va hokazolar. Shu hadis sharhida keladi. Har bittasi bilan 70 mingtani, ya'ni 70 mingtadan odam bor deyiladi. Umid qilamiz birodarlar. Qolganlari, bu 70 mingdan qolganlari jannatni boshqa eshiklaridan boshqa musulmon bo'lgan boshqa payg'ambarlarning ummatlari bilan sherik bo'lib kiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning eshiklarining eni, ya'ni ikkita eshikning oralig'i Makka va Busra oralig'ichalik" deydi. Ya'ni Makka bilan Shom o'rtasidagi keng bo'ladi deganlar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qiladi Alloh taolodan hisob-kitobni boshlashligimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.